Assalomu alaykum bugun Agro kanali kuzatuvchilari. Bugun 8-aprel 2025-yil. Sizlarga shu ko'rsatib o'tgan safar yer tayyorlashayotganini, freza solinayotgan maydonni ko'rsatdik sizlarga. Bu maydon shu 5,5-6 gektardan iborat. Bu yerga shu qulupnay ekamiz 2 gektar maydoniga, 4 gektar maydoniga makka jo'xori ekamiz deb sizlarga aytdik. Bu joyimizni ko'rib turganingizdek, hozir shu freza solindi. Sabablarini o'tgan sonda sizlarga aytib aytdik. Shunaqa o'tlarini holi qilish maqsadida. Mana endi hozir barana tortilyapti. Barana tortilyapti, faqatgina nimaga chizil qilmayapsizlar degan savol tug'ilishi mumkin. Chizil qilmayotganimizning sababi, chizilni bilasizlar, yerga salkam 25-35 sm kiradi. Shuning uchun tegi bor o'tlarini, kesaklarini hammasini chiqarib yuboradi. Shuning uchun faqatgina barana tortishni hozir qaror qildik va o'sha frezadan keyin ko'rib turganingizdek yerni ko'ndalang holatida, mana o'zi bunaqasiga arg'a olinsa ko'ndalang holatiga barana tortilyapti. Endi bu baranani tortilib bo'lingandan keyin inshaalloh ertaga уже selka chaqirtirib urug'larimizni ekib olamiz va qulupnaylarimizga qay tariqa arg'a olishlarimizni ham hammasini sizlarga ko'rsatamiz. Endi hammasini shanba yakshanba kuni ekib, o'zi bugun mana 8-Surxondaryo Termiz tumanida bo'lishimiz kerak edi. Shu ochiq maydon qulupnaylarimizda bo'lishimiz kerak edi. Toshkent hududida shu 6-5-larida yomg'ir yog'di va kecha ham mana ertalab yomg'ir yog'ardi. Shuni hisobiga mana 3 kun 4 kun ishlarimiz Toshkentda sal cho'zilib qolib ketdi. Shunga mana endi bugun ishlarni ketyapti, jadal ketyapti. Ertaga urug'larimizni yerga ektirib olib 250 kg karbamitni solamiz. Urug' bilan baravar 250 kg gacha gektariga karbamid beramiz. Gektariga 100 kg dan amofos berdik. Yer mana shu hozir barana tortmasdan oldin amofosni berib oldik. Amofos berilish jarayonlarini ham video lavhada qo'yib qo'yamiz. Mana hozir endi amofoslar 100% yerga, turpoq ostiga kirib ketdi. Hozir endi karbamid beramiz. Qolgan ishlarni kuzatib borsanglar qo'yib boramiz. Inshaalloh shu hafta oxirlarida Termizdan ham video lavha kutib qolinglar.